Assalomu alaykum hammaga. Shu To'g'ristoydagi obyektimiz 4 eshik, plintuslar bilan fonni eshiklari bitta Xudo xohlasa olib chiqdik. Mana keltirdik. Buni yopildi. Intimate. Oshxona. Magnet ruchkalari. Balkon eshigi ochilmas ekan, plintus kesib 1 sm qilib tagidan qo'yib yubordik. Mana shu plintuslar. Va eshik holatlar. Xudo xohlasa eshiklar sifati yaxshi ekan. Eshikni o'zini zavoddan chiqqan plintus ekan. Eshikni materiali MDF qanaqa klyonkali u. Mana shu klyonkada qoplangan, xuddi shunaqa. Zavodniki plintus 7 sm ekan. Satasi. Qalinligi shu 1,5. Tualetdan paroblardan bo'ldi. Xohlasa tugatib oldi ishlar. Ustalar malades. Ishlari silliq ekan, tekis. Devor ham tekis, pol ham tekis. Qancha obyektiga boramiz, pol qiyshiq bo'ladi, devor qiyshiq bo'ladi. Plintus qo'yganda aybini aytib qo'yadi keyin. Unda Xudoga shukr, burchaklar ham juda chiroyli keldi. Xudo xolasa ozgina mayda-chuyda zamaskasi bor, shularni qilamiz bo'ldi. Shunaqa gaplar. Xudo xohlasa endi keyingi obyektimiz Pochkada. Ko'rishguncha.